Yana bitta gap. Videoda qo'y katta ko'rinibdi. Asli kichkina ekan, u yerda bu yerda. Ular uchun ham sizlarga takliflarim bor. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar ukalar. Bugun 9-iyul, soatimiz hozir 4 dan o'tyapti, 16:00 dan o'tdi. Bugun ertalabda yangi partiya qo'ylarimiz kelgan. Dangali gap, qo'ylar juda bir havas qiladigan, boqaman degan odam uchun shu maza qilib boqadigan holatda. Shuning uchun biz odatda blogerlarni, tanilib qolgan blogerlarni chaqirib, internetga chiqarib, shu internet orqali ham sotamiz. Lekin mana o'zim blog yurityapman. 1100 dan ortiq obunachilar yig'ildi. Shu obunachilarimga shu qo'ylarni ilinyapman. To'g'ri, narxi jicha qimmatdir. To'g'ri, narxi arzonlari ko'pdir. Lekin hali arzonni moli tatimas deb bekorga aytmaydi o'zbek xalqimiz. Sifatiga, sog'ligiga, kelajakda sizni xursand qilishiga kafolati bor qo'ylar. Ana qo'zilarim, qo'chqorlarim 120 kilogacha chiqqan videolarni ko'rib turibsizlar. Doim har kuni qo'yib boryapman. Hozir qisqa londa ekan. Yana bitta gap. Videoda qo'y katta ko'rinibdi. Asli kichkina ekan, u yerda bu yerda. Ular uchun ham sizlarga takliflarim bor. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Hozir birinchi qo'ylarni ko'rsatamiz. Cho'tki qilib, siz telefonda ham ko'z oldingizda ko'rgandek taassurotni uyg'otib berishga harakat qilaman. Realniy holatini. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Yoqsa like bosasiz. Kelishdiki o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi partiyamiz. Soni 26 bosh. Hammasi qo'chqor. Sog'lig'i yo'q, pichmasi yo'q. Badani mana ko'rib turibsizlar, baquvvat. Badani yo'g'on, haqiqatda yo'g'on. Men odatda olib kelayotgan qo'ylarimdan ancha semiz. Hop, endi bo'ylariga kelsak, hozir qo'limdan kelgancha o'zim bo'lsam ham bo'yini o'lchab ko'rsatishga harakat qilaman. Bo'yini nimaga o'lchayapman? Bu hali o'sadigan narsa, hali o'sadi. Lekin videoda katta, kichkina ko'rinyapti, suzaydim degan akalar uchun o'shanaqa hali sotuvchi bilan xaridorning o'rtasida gumon o'ynamasligi uchun bo'yni o'lchab ko'rsataman. Xaridor bo'lgan odam borgandan keyin, uyga borgandan keyin o'lchab ko'rib olaveradi. Xo'p, mana shu qo'chqor mana to'g'risidan ko'rsatsa 74 sm. Mana shu qo'chqor 74 sm. Endi kichikroq, bo'yi kichikroq. Shu qo'chqor 71 sm. Kichkinasi 71 sm. Qo'yingki, qo'chqorlar bo'ylari 70 plus. Ichida 75 sm. Mana shu qo'chqor, mana chekkadagi qo'chqorim 78 sm ham chiqsa kerak. Endi yana bitta tomoni, qo'zini kiloga pichib olinmaydi. Lekin o'sha boya aytganimdek, telefonda katta ko'rindi, kelganda kichkina ekan degan gumon ko'ngilda paydo bo'lmasligi uchun yana bitta o'zgarmas parametri qo'ydi. Qo'ylarimiz mana shu qo'rada 35 kilolik qo'y yo'q. O'zim tortdim 45 kilogacha. 40 kilo plus minusda. 35 kilolik qo'y yo'q. 37 kilo bor, 38 kilo bor, 40 kilo juda serob, 41 kilo, 42 kilo, 45 kilogacha bor. Endi narxiga kelsak o'rtoqlar, hop, narximiz 4,5 million so'mdan donaga tanlab olinadi. Agar optimga olamiz degan odamga chiroyli qilib xayri sunnatiga o'tib beriladi. Dastlabkasi Samarqand viloyatigacha bizni cho'ntakdan, undan u yog'iga o'rtoqlar kelishgan holatda kelishtirib beramiz. Qo'y ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiya qo'zilarimiz shu birinchi partiyamiz bilan bitta qo'rada, lekin yosh oyligiga ozgina kichikroq. Birinchi partiyamiz 6-7 oylik bo'lsa, bular 5 oylik, 5,5 oylik hisobida olinaveradi.
Bo'ylari o'rtoqlar 70 plus minus. Ichida minusi ham bor. 70 dan balanti ham bor. Badani bulardagi boyagindan jicha oriqrog'i, lekin boqaman degan odamga yaxshi variant. Nimagaki bularning narxi hozir 4 million so'm desak, jonivorlar 4 million so'm internetga chiqariladi donaga tanlab olishga. Lekin optim olaman degan odamga chiroyli qilib xayrini qilib beriladi. Endi bitta maslahat. Blog yuritgandan keyin u bloger degan odam asli klientni odami hisoblanadi-da. Shuning uchun klientga maslahat. Bu qo'yimizni birinchi qo'ramizdagi 5 kilo oshiroq qo'ydi. 4,5 million so'mdan aytaylik 10 tasi 45 million so'm. Bu qo'yimiz 4 million so'mdan 40 million so'm 10 tasi. O'rtada farqimiz 5 million so'm. Endi 5 million so'mga hozirgi narxlarimizda bug'doy narxi 3200 so'm, 3300 so'm atrofida bo'lsa, 1,5 tonna bug'doydi. Qo'yingki, 1,5 tonna donni olib, o'sha 10 ta qo'yga yegizsangiz agar o'rtoqlar, mana bu birinchi partiya qo'ylarimizdan ishoning, hech bo'lmasa 5 kilo yo'qsa 10 kilogacha oshiq holatga keladi bular. Chunki o'sadigan narsa, et oladigan narsa. Hop, soni. Bu yerda sonimiz 22 bosh. Ichida mana qizil emblemalilar turibdi. Shular sog'liq. Sog'liqlari ham xudo xolasa sentyabr oyiga borib anaqa qo'chqorga qo'shsa bo'ladigan holatda bo'ladi. 6 bosh sog'lig'imiz bor. Narxi o'rtoqlar 4 million so'mga donalabga. Agar yo'q optim olaman degan odam uchun kelishtirib beriladi, xursand qilgan holatda chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Keyingi partiya qo'ylarimizni ko'rsatamiz hozir. Hop, o'rtoqlar, eng hozir puli yengil variantdagi qo'zilarim 4 dona. Bularning narxi 3 million 500 ming so'mdan ketaveradi bir joyga. 4 tova. 4 tova rasa par bo'ladi. Mana qizil emblemasi boridan 2 ta. Sog'lig'imiz ya'ni 2 ta qo'chqor. Ma'qul kelsa bir joyga ketaveradi. Bo'ylari 65 plus minus. Yosh oyligi bularda 4 oylik o'rtoqlar. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Endigi oxirgi partiya qo'ylarimiz eksklyuziv. Eng dahshati. Ko'rib turinglar. Hozir qo'yamiz. O'rtoqlar, mana 4-partiyamiz. Super eksklyuziv varianti. Jami boshi 11 bosh o'rtoqlar. Bir partiya, bir pachka boqaman degan, havas qilib boqaman degan akalarimiz uchun chiroyli variantda. Hammasi sariq, ichida 3 dona sog'lig'i bor, 8 tasi qo'chqor o'rtoqlar. Ishqibozi bo'lgan odamga tayyor yemlashga tayyor holatda, badani ham unaqangi oriq emas. Mana ko'rishlaring mumkin, badanlari yaxshi holatda. Olaman deb ishqiboz bo'lgan odam aloqaga chiqsa, alohida video qilib beramiz. Bo'yini, kerak bo'lsa vesini o'lchab beramiz. Nimagaki, uyga borgandan keyin videoda katta ko'ringandi, asli kichkina ekan degan gumon o'tmasligi uchun yoki videoga boshqa qo'ydi olgani, menga boshqa qo'ydi jo'natibdi degan gumon bo'lmasligi uchun o'lchab ko'rsatib beramizda, uyga borgandan keyin u odam o'lchab ko'rsataveradi. Bo'ylari o'rtoqlar o'rtacha 70 cm, 70 plus minus. O'zlaring tasavvur qilib ko'ringlar, 70 cm balandlikda o'lchanadi. Ha, qo'y shunaqa holatda ekan deb turib chamalashlarning mumkin. Qo'ylarimiz o'rtoqlar 5 oylik. Narxlari bir joyga ketsa o'rtoqlar 4 million 200 ming so'mdan chiroyli qilib o'tib beramiz. Donalabga 4 million 200 ming so'mdan. Dastavkalarimiz hamma partiyamiz uchun o'rtoqlar Optimga, Samarqand viloyatigacha, Donalabga, vodiy bo'ylab Toshkent shahrigacha dastavkalarimiz biz uchun tashlan. Agar undan uzoqroqdan olamiz deyishsa, dastavkalarini kelishgan holatda qilib berilaveradi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, sizlarni rozi qilib, xursand qilib muomala qilishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Shu bilan bugungi partiyamiz, qo'ylarimiz soni tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, chorvalaringga baraka bersin.